oddiy qilib aytganda raqamli sharoit deganda nimani tushunsak bo'ladi? Chunki bu tushuncha rus tilida tsifrovoy dostupность deyiladi yoki ingliz tilida digital accessibility. Har bir inson raqamli dunyoda axborotni turli yo'llar bilan qabul qilishi mumkin. O'zbekistonda umuman olganda mana shu veb-saytlardan, mobil ilovalardan, boshqa o'sha dasturiy ta'minotlardan foydalanishda o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar, jumladan boshqa o'sha alohida ehtiyojiga ega shaxslar qanday to'siqlarga duch kelishadi? Men o'zim o'rganganim, ko'rib kuzatganlarimdan MyGo programmasini foydalanishi bilmaydigan nogironligi bor bo'lgan shaxslarimiz juda ham ko'p. Ayrim davlat veb-saytlariga masalan takliflar yuborilgan, lekin o'sha takliflar qolib ketdi, e'tiborsiz, chunki bu qonunchilik doirasida yoki qonunchilik bilan tenglashtirilmagan. Davlat organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining veb-saytlarida nogironligi bo'lgan shaxslarga ham sharoitlar yaratilishi kerakligi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi inklyuziv suhbatimiz mehmoni Abdulaziz Salimov. Abdulaziz raqamli sharoitlar bo'yicha O'zbekistonda ekspert va hozirgi kunda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining, shu mygov.uz portalining rivojlantirish bo'limi mutaxassisi. Abdulaziz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dilmurod aka. Bugun vaqt ajratib suhbatimizda ishtirok etishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat katta. Men bugungi suhbatni kechagi kun bilan bog'lamoqchiman. Ya'ni kecha 15-may har yili o'sha 3-payshanba kuni, ya'ni o'sha may oyining 3-payshanbasida butun jahon raqamli sharoitlar haqida xabardorlik kuni nishonlanadi. Bu butun dunyo bo'yicha. Ingliz tilida Global Accessibility Awareness Day deb aytiladi bu kun. Ko'pchilik bu kunni bilmaydi, menimcha, va bu podkastimiz ham, ya'ni bugungi suhbatimiz ham aynan shu vaziyatni yaxshilashga qaratilgan. Qisqacha bu kun haqida aytsam, ya'ni bu global tashabbus, ya'ni butun dunyo bo'ylab veb-saytlar, dasturiy ta'minotlar, mobil ilovalar va boshqa mana zamonaviy texnologiyalar, qanday texnologiya bo'lsa ham, mana shu texnologiyalar barcha uchun qulay, shu barcha uchun kerakli sharoitlar yaratilgan bo'lish kerakligi haqida xabardorlikni oshiradi. Bugun Abdulaziz bilan suhbatda biz aynan shu raqamli sharoitlar haqida gaplashamiz. Ya'ni O'zbekistonda raqamli sharoitlarni qanday qilib yaratishimiz mumkin? O'zi raqamli sharoitlar bu nima? Va boshlashdan avval Abdulaziz, men sizni yaxshi taniyman, lekin tinglovchilarimiz yaxshi bilmasligi mumkin. Shunga o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Qayerda o'qigansiz, tug'ilgansiz, hozir qayerda ishlayapsiz? Shu savollar haqida gaplashsak. Albatta, men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, 1998-yil Toshkent shahrida tug'ilganman va meni tug'ilishimdan boshlab raqamli sharoitlar, не только raqamli, u payt hali raqamli deyish noo'rin bo'lsa kerak, hali hamma narsa analog edi, lekin aynan nogironligi bo'lgan shaxslarga kerak bo'ladigan sharoitlarga ehtiyoj ham, qiziqish ham o'zi meni tug'ilishimdan boshlangan. Buni sababi menda birinchi guruh nogironligi ko'rish bo'yicha aynan tug'ilganimdan boshlab bo'lgan. Endi maxsus maktab internatda o'qiganman. Ko'z ojizlar uchun ixtisoslashtirilgan Yo'ldosh Oxunboboyev nomidagi hozir 77-Nurli maskan bo'lgan maktab internatda o'qib, undan keyin akademik litseyga kirganman gumanitar yo'nalish bo'yicha. Hozirgi paytda Milliy universiteti filologiya va jurnalistika fakultetida rus filologiyasi yo'nalishida o'qib boryapman. Qisqacha gapiradigan bo'lsak, endi nogironligi bo'lgan shaxslarning hayotini yaxshilashga qaratilgan turli initsiativalarda qatnashganman, turli ishlarda. Endi eng katta loyihalar, bu haqida menimcha suhbatimiz davomida ham gaplashsak kerak. Bu hozirgi paytda Kitob Plus onlayn kutubxonasi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun hamda RH Voice tizimida ishlaydigan birinchi va hozirgi paytda yagona nutq sintezatorini ham ishlab chiqishda o'z hissamni qo'shganman.
Endi savollarga hozir o'tamiz. Manimcha bu loyihalar haqida ham batafsil yana gaplashsak kerak. Tushunarli. Endi albatta hozir bafurcha gaplashamiz. Man adashmasam o'tgan yili may oyidan boshlab shu yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida ishlashni boshladingiz, to'g'rimi, Abdulaziz? Ha, xuddi shunday. Ya'ni 1 yil bo'ldi desak ham bo'ladi, MyGov'da ishlayotganingizga. 1 yil bo'ldi. O'sha 1 yilni misol uchun sizdan so'rashsa sarhisob qilib bering. Ya'ni 1 yil endi bu nima deydi, ko'p emas, kam emas. Endi shu davr mobaynida qanday ishlarni amalga oshirdingiz MyGov.uz'da va o'sha tajribangiz haqida gapirib bersangiz. Albatta. 2024-yil may oyida demak raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markaziga ishga taklif qilindim va bu yerdagi asosiy ish faoliyatim MyGov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining raqamli inkluzivligini ta'minlash, to'g'rirog'i birinchi bo'lib test qilish, audit qilish edi va mana shu ish jarayonida biz demak dasturchilar bilan mana shu MyGov.uz'ni ishlab chiqarayotgan dasturchilar bilan birgalikda audit o'tkazdik va turli xil nogironligi bo'lgan shaxslarga kerak bo'ladigan asosiy ehtiyojlarni aniqladik, ustuvor yo'nalishlarni aniqladik. Ishlashimiz kerak bo'lgan avvalambor portalning web versiyasi, demak my.gov.uz'ni aynan brauzerdan kirib ishlatadigan variantida qilinishi kerak bo'lgan texnik ishlar aniqlandi. Kamchiliklar, masalan, veb-saytlar haqida gapiradigan bo'lsak, Web Content Accessibility Guidelines degan xalqaro standart bor. Bu standart 4 ta tamoyili bor asosiy va mana shu 4 ta tamoyil asosida biz o'zimizni portalning web versiyasini qanchalik demak takomillashtirishimiz kerakligini aniqladik va masalan alternativ matnli tasviriy elementlar, boshqaruv elementlarining klaviatura orqali boshqarilishi va shunga o'xshash ko'pgina turli masalalarni ko'rib chiqdik. Audit yakunlangandan keyin biz texnik takomillashtirish ishlarini boshladik va bu ishlar doirasida masalan to'liq klaviatura orqali boshqaruv tizimi, rasmlar va tasviriy ma'lumotlarni screen reader orqali o'qilishi ta'minlandi. Bundan tashqari screen readerlarni o'zi qo'llab-quvvatlash, veb-saytlarda screen reader to'liq demak ekran suxandonlari va boshqa assistiv texnologiyalar to'liq ishlashi uchun ma'lum bir taglar, texnik elementlardan foydalanish kerak bo'ladi va bularni barchasini MyGov'ning mana hozir endi MyGov 3-versiyasi chiqdi. Bu narsalarning ko'pi MyGov'ning 2-versiyasida hali qilib o'tilgan edi. Hozirga kelib nimani aytishimiz mumkin? MyGov'da klaviatura orqali boshqaruv ta'minlangan. MyGov'da tasviriy elementlarni deyarli barchasi muqobil matnlar bilan berib ketilgan. Ya'ni assistiv texnologiyalar, masalan, ekran suxandonlari yoki braille displeylari bu tasviriy elementlarni nima tasvirlanganini o'qib berishi mumkin. Va undan tashqari raqamli kontentni nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashtirish bo'yicha ham birinchi qadamlar qo'yildi. Hozirda biz ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar uchun audio qo'llanmalarni tayyorlashni ham bir tekshirib ko'rdik. Bu narsa ham boshlanishi kerak. Hozir saytni portalni 3-versiyasi, yangi versiyasida barcha texnik takomillashtirish ishlari tugagandan keyin maxsus kontentni ham ishlab chiqarishni boshlaymiz. Endi hozircha shu narsalarni aytishimiz mumkin. Biz kattagina bir nechta bosqichdan iborat bo'lgan strategiyani ishlab chiqqanmiz. Portalni inkluzivlashtirish, barcha turdagi nogironligi bo'lgan shaxslarga moslash uchun va bu strategiyani ichida mana shu texnik ishlar, kontent ishlari, undan tashqari qo'llab-quvvatlash markazlarini nogironligi bo'lgan shaxslarga adaptatsiya qilish va mana imo ishora tilida suhbatlashadigan, eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarga ham qo'llab-quvvatlash markazlarini moslashtirish ko'zda tutilgan va bu narsalarni ham umid qilamizki kelgusida qildik deb ayta olamiz.
Abdulaziz, man to'g'risini aytsam ko'p so'zlarni ishlatdingiz, ya'ni screen reader, taglar, alt matn degan narsalar bor. Endi ko'pchilik bilmasligi mumkin-da mana shu narsalarni. Man qisqacha qilib, ko'pincha mana biz O'zbekistonda ham o'sha nogironlik masalalari haqida gaplashganimizda ko'pchilik pandus yuzaga keladi. Ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mana pandus qo'yib berdik-ku, yana nima sizlarga kerak deb so'rashadi. Biz endi hozir raqamli sharoitlar haqida gapiryapmiz, ya'ni jismoniy sharoitlar haqida emas, balki raqamli sharoitlar. Ya'ni oddiy qilib aytganda raqamli sharoit deganda nimani tushunsak bo'ladi? Chunki bu tushuncha, ya'ni rus tilida tsifrovoy dostupность deyiladi yoki ingliz tilida digital accessibility, raqamli sharoitni ifodalab bersak bo'ladimi? Oddiy so'zlar bilan, ya'ni texnik so'zlar bilan emas, o'sha tushuntirish maqsadida. Albatta, albatta. Raqamli sharoitlar deganda nimani tushunishimiz mumkin? Har bir inson raqamli dunyoda, masalan, kompyuterdan foydalanadimi, mobil qurilmalardan foydalanadimi, o'zini ehtiyojlari va imkoniyatlaridan kelib chiqib, axborotni turli yo'llar bilan qabul qilishi mumkin. Kimdir ko'z orqali matnlarni, rasmlarni, tasviriy elementlarni ko'rib qabul qiladi. Kimdir eshitish orqali audio ma'lumotlarni eshitib qabul qiladi. Kimgadir taktil, brail yozuvi kerak. Ya'ni hammamiz har xil qabul qilamiz ma'lumotni. Raqamli sharoitlar esa barcha turdagi, demak, nogironligi bor shaxslar ham buni ichiga kirib ketadi, nogironligi bo'lmagan shaxslar ham kiradi. O'zini ehtiyojlaridan kelib chiqib, hammaga teng ma'lumot taqdim qilina olish kerak. Bu bir Web Content Accessibility Guidelines degan standartni yuqorida esladik. Ana o'sha standartni bir tamoyili ma'lumot hamma uchun qabul qilish imkoniyati bo'lishi kerak. Endi raqamli to'siqlar, mana jismoniy sharoitlar haqida gapirdingiz, pandus masalan. Jismoniy to'siqlar bor. Zinadan, masalan, nogironlik aravachasida yuradigan odam o'tolmaydi, qiynaladi. Unga pandus kerak. Bu jismoniy to'siq. Lekin xuddi shunday raqamli to'siqlar ham mavjud. Agar ma'lum bir endi veb saytlarni aytadigan bo'lsak, ma'lum bir veb saytda biror bir element bo'lsa-yu, aytaylik, ko'z bilan ko'rib o'sha narsani tushunib bo'lsa, lekin ko'ra olmaydigan odam o'sha narsani qabul qila olmasa, bu raqamli to'siq deyiladi. Biz hali boshqaruv elementlari haqida gapirmayapmiz. Tugmalar, matn kiritish maydonlari, masalan, formalar bo'ladi, ro'yxatdan o'tish kerak forma. Bu formada aytaylik, mishka yordamida, sichqoncha yordamida kerakli maydonni tanlab, uni ustiga bosib, keyin matnni kiritib ketishi mumkin. Nogironligi bo'lmagan shaxs. Lekin ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs agar klaviatura orqali o'sha formani elementlariga yetib bora olmasa, bu ham raqamli to'siq. Mana shunday turli raqamli to'siqlar bor. Eng ko'p bizda uchraydigan to'siqlardan biri bu shaxsni, to'g'rirog'i sizni odam ekanligingizni tasdiqlash uchun ishlatiladigan testlar, captcha deyiladi. Captcha nima? Ma'lum bir rasm beriladi, tasviriy element. Bu rasmda juda bir yomon, xira formatda matn bor. Uni robot o'qolmaydi, OCR tizimlari o'qolmaydi. Faqatgina odam o'zini ko'zida o'qib, uni tegadigan maydonga yozish kerak va shu bilan u haqiqatdan ham robot emas, qanaqadir dastur emas, haqiqiy odamligini tasdiqlaydi va tizimga kirishi mumkin. Bu captchani, misol, agar audio versiyasi bo'lmasa, ovozli versiyasi bo'lmasa, ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs bu tizimga kira olmaydi, o'zini odam ekanligini tasdiqlay olmay qoladi. Mana bu ham bir raqamli to'siq. Raqamli sharoitlar esa shunday muhit yaratilishi kerakki, mana shu raqamli to'siqlar bo'lmasin, olib tashlansin. Agar shu to'siqlar olib tashlansa, raqamli sharoitlar yaratilgan bo'ladi. To'siqsiz muhit raqamli dunyoda ham bo'lishi kerak. Yana agar aniq уточняющий qanaqadir savollar bo'lsa, albatta. Rahmat katta Abdulaziz tushuntirib berganingiz uchun. Chunki bizni tinglovchilarimiz birinchi marta eshitayotgan bo'lishligi mumkin bu konsepsiyani. Menda yana shu raqamli to'siqlar haqida gapirdingiz. Misol qilib gapirib berdingiz, captchani, boshqani. Yana O'zbekistonda umuman olganda, mana shu veb saytlardan, mobil ilovalardan, boshqa o'sha dasturiy ta'minotlardan foydalanishda o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar, jumladan boshqa o'sha alohida ehtiyojiga ega shaxslar qanday to'siqlarga duch kelishadi? O'zi misollar bilan aytib bera olasizmi shuni? Endi menga juda ham ko'p
kelayotgan murojaatlar haqida bir gapirmoqchiman oxirgi paytda. Eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslardan juda ko'p murojaatlar keladi. Tarjimonlar orqali, ya'ni imo ishora tiliga tarjima qiluvchi tarjimonlar menga yetkazishadi bu xabarlarni. Karalar jamiyati dagi ishlaydigan xodimlar va hokazo. Davlat xizmatlari umuman axborot tizimlaridan foydalanishda bo'layotgan noqulayliklar haqida, ayniqsa bizda ishora tiliga tarjima qilingan qo'llanmalar juda kam. Bundan kelib chiqadiki, tizimdan foydalanishni xohlagan, lekin mana shu qo'llanmalarga ega bo'lmagan odamlar juda ham qattiq qiynalishadi. Qanaqa raqamli to'siqlar bor boshqa? Masalan, kontrast, yuqori kontrast rejimi deymiz va ko'pgina davlat saytlarida bu rejim mavjud. Ko'p joyda maxsus imkoniyatlar deb berib ketiladi. Ba'zi joylarda ko'z ojizlar uchun talqin deganini ko'rganmiz. U yerda faqat shu visokiy kontrast, yuqori kontrast rejimi yoqiladi. Oq-qora yoki qora fonda oq matn. Lekin o'zi aslida veb saytlarda, boshqa axborot tizimlarida alohida versiya bo'lishi kerak emas. O'sha mavjud versiya hammaga qulay, hammaga mos bo'lishi kerak-da. O'zini qoidalari bor, o'zini ko'rsatmalari bor. O'shalarga amal qilib agar misol axborot tizimlari yaratiladigan bo'lsa, u alohida versiyaga ehtiyoj ham qolmaydi. Mana universal dizayn haqida juda ham ko'p gapiryapmiz. Jismoniy sharoitlar kesimida ham, kontekstida ham, lekin mana shu universal dizayn falsafasi raqamli dunyoga ham to'g'ri keladi. Raqamli tizimlar shunday yaratilishi kerakki, iloji boricha ko'proq turdagi odamlar o'sha raqamli tizimdan foydalana olsin. Boshidan alohida versiyaga ehtiyoj tug'ilmasin. Endi men bilaman ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarni qanaqa ehtiyojlari borligini, qanaqa to'siqlarga uchrashlarini, bu narsa boyagi aytib o'tgan kapchamizdan tashqari klaviatura orqali boshqaruvni yo'qligi. Klaviatura orqali boshqaruvni yo'qligi nafaqat ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar uchun, balki harakat, demak, motorikada muammo bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslarda, tayanch tizimida nogironligi bo'lgan shaxslarga ham juda katta to'siq hisoblanadi-da. Endi agar sichqoncha yoki touch screendan foydalana olmasa odam, u faqat klaviaturadan foydalanib, tizimlardan foydalanadigan bo'lsa, bu uchun ham katta to'siq. Lekin bizda nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa qo'shni davlatlarda ham, SNG davlatlarida bu muammo mavjud. Chunki klaviatura orqali navigatsiyani juda ko'pchilik yo'lga qo'ymaydi yoki bir ikkinchi darajali narsa deb hisoblashadi. Aslida esa bu juda ham kerakli narsa. Ekran suxandonlari deb aytib ketdim. Dilmurod aka, qisqacha aytib o'taman. Ko'z ojizlar, ko'z bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar kompyuterdan, axborot tizimidan maxsus yordamchi dasturlar yordamida foydalanadi. Bu dasturlar masalan ekrandagi matnli ma'lumotlarni odam nutqiga, ovozga aylantirib beradi. Ana shu ekran suxandonlari ham saytni qo'llab-quvvatlamasa, axborot tizimini, mobil ilova bo'ladimi, biror bir dastur bo'ladimi, qo'llab-quvvatlamasa, ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs bu dasturdan, bu tizimdan, bu saytdan umuman foydalana olmaydi. Bu ham bir raqamli to'siq. Bunaqa to'siqlarni juda ham ko'p gapirish mumkin, lekin qisqacha aytadigan bo'lsak, mana shunaqa to'siqlarimiz hozir mavjud. Tushunarli. Rahmat katta batafsil javob uchun. Qandaydir tadqiqotlar o'tkazilganmi mana shu raqamli to'siqlar bo'yicha? Misol uchun, mana siz raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazida ishlayapsiz hozir. Bu yerda raqamli sharoitlar bo'yicha faqat siz ishlayapsizmi yoki qandaydir bir ishlar olib boradimi? Ya'ni mygov.uz portalidan tashqarida, ya'ni misol uchun qonunchilikni ishlab chiqishmi yoki standartlarni ishlab chiqishmi? Chunki bu yangi soha-ku bizda. Shunga yo'qmi boshqa bo'lim yoki siz faqat ishlaysizmi shu bo'limda? Endi aynan bizni markazda hozirda raqamli sharoitlar bo'yicha ish olib boryapmiz. Hozir men boshqa kimnidir ayta olmayman, misol qilib keltira olmayman, afsuski. Qonunchilikda qilish kerak bo'lgan juda ko'p ish bor. Mana shu standartlarni qabul qilinishi, xalqaro va juda ham ko'p narsani o'z ichiga olgan katta-katta standartlar bor. Yaqinda eshitdik, Qozog'istonda bu
bu standartlarni qabul qilinganligi qisman, to'liq emas albatta, lekin qisman qabul qilinganligi va bu bo'yicha ishlar ketayotganligi haqida eshitdik. Endi O'zbekistonda hozirgi paytda qonunchilikda bunaqa standartlar hali qabul qilinmagan, ratifikatsiya qilinmagan. Balki shu sababdan ko'pchilikning e'tiboridan bu mavzu chetda qolayotgan bo'lishi ham mumkin. Tadqiqotlarga keladigan bo'lsak, raqamli to'siqlar va qanday ehtiyojlar borligini endi biz o'zimizni markaz doirasida nogironligi bor shaxslar orasida bir nechta so'rovnomalar o'tkazganmiz. So'rovnomalar natijasidan kelib chiqib, mana shu qanday raqamli to'siqlar qaysi turdagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun eng qiyin, murakkab bir vaziyatlarga olib kelayotganligi, qaysi to'siqlarni birinchi bo'lib hal qilish kerakligini aniqlash maqsadida bo'lgan o'zi bu so'rovnomalar va mana shu so'rovnomalar natijasida biz o'zimiz uchun ustuvor yo'nalishlarni aniqlab, strategiyamizni ham shunga ko'ra tuzganmiz. Juda ham yaxshi. Ya'ni Abdulaziz, sizdan boshqa hech kim ishlamaydi bu raqamli davlat shu hukumat loyihalarini boshqarish markazida va O'zbekistonda boshqa unaqa bo'lim yo'q, balki boshqa davlat idoralaridir. Ya'ni bu birinchi tajriba bo'lyapti, to'g'rimi? Siz tajriba quyonchasi sifatida. Shundaymi? Endi man uchun bu birinchi tajriba va endi boshqa davlat idoralarida bor yoki yo'qligi haqida men hozir bir nima deya olmayman, lekin agar bo'lsa, men o'ylaymanki, mana shu muhitda yurgan baribir siz ham, men ham inklyuziv jamiyat qurish sohasida baribir mana shu muhitdamiz, nimanidir eshitishimiz kerak edi. Hozircha eshitayotganimiz yo'q. Shuni aytishim mumkin. Tushunarli. Mana bu so'rovnoma siz tahlil qilganingizdan keyin qanday mana asosiy muammolar ko'zga tashlandi? Ya'ni bu qayerdadir chop etilganmi hisobot shaklida yoki ya'ni bu tahlil nimani ko'rsatdi shu so'rovnoma? Siz qilgan so'rovnoma bo'yicha. Bu so'rovnoma turli xil nogironligi bo'lgan avvalambor nogironligi bo'lgan shaxslarni qanchalik faol ekanligini ko'rsatdi, aynan bizni portalda. Biz bildikki, MyGo'Uz portalidan foydalanadigan nogironligi bor shaxslarni eng katta qismi bu ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar va harakatlanishdagi nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lib chiqdi. Eng kam foizi bu eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar, ularni foydalanishida vujudga kelayotgan raqamli to'siqlar ko'proq ekanligi sababli maxsus qo'llanmalar, surdo tarjimali videolar hamda subtitrli videolarni yetishmasligi sababli ehtimol ular MyGo'Uz portalidan nisbatan boshqa turdagi nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan kamroq foydalanishi aniqlandi. Shuningdek, mana shu ekran suxandonlari, ba'zi ekran suxandonlari bor. Masalan, NVDA bor, JAWS bor, Windows operatsion tizimi uchun, macOS uchun VoiceOver degan ekran suxandoni bor. Bularning hammasi har xil texnologiyalar asosida ishlaydi. Ba'zilari qo'llab-quvvatlanishi mumkin, ba'zilari uncha yaxshi emas. Ba'zi so'rovnomamizda qatnashgan ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar JAWS screen readerini unchalik yaxshi qo'llab-quvvatlanmasligi haqida gapirishdi. Captcha bilan bo'layotgan muammolar ham juda ko'p aytildi. Ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar tomonidan. Shuningdek, bizda nogironlik turlarini demak kategoriyalarga ajratishda bizda alohida kategoriyamiz bor. Strategiyada kognitiv, ya'ni tushunish borasida ham qiyinchilik bo'lgan foydalanuvchilarimiz borligi aniqlandi. Ya'ni matnlarni ba'zi joylarda qiyinligi, qanaqadir atamalarni ishlatilishi, ya'ni oson matn, easy to read texnologiyasiga talab bor ekanligini ham biz so'rovnoma asosida aniqladik. Tushunarli, rahmat katta. Menda yana bir savol tug'ilyapti shu o'rinda. Ya'ni bizda turli xil nogironlik bo'lgan shaxslar borda, ya'ni siz aytganingizdek ko'rish bo'yicha, eshitish, ya'ni siz aynan ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs sifatida balki ularning muammolarini ko'proq tushunasiz, lekin mana eshitish bo'yicha yoki jismoniy yoki mana kognitiv, ya'ni aqliy
nogironligi bo'lgan shaxslar bo'yicha ham siz va mygov.uz veb portali ham juda katta portal. Men ham o'zim shaxsan foydalanaman. Ko'pincha kirib turaman portalga va turli xil xizmatlar, turli xil bo'limlar, har xil bir nima deydi, ish hajmi juda ham katta ekanda. Ya'ni har xil ehtiyojlar bor. Portalni o'zi ham katta loyiha. Siz o'zingiz eplay nima deydi, o'zingizni kuchingiz yetyaptimi shuni hammasiga yoki balki jamoaga ko'proq odam qo'shish kerakmikin, nima deb o'ylaysiz shunga? Endi man shunaqa hisoblaymanki, odam o'zi aslida bu sohada bitta odam, ikkita odam bo'lishi o'zi baribir ishni sekinlashtiradi va qiyinlashtiradi. Xohlaymizmi yo'qmi, jamoa bilan birga qilingan ish tezroq va samaraliroq bo'lishi aniq. Va albatta manda imkon bo'lsa edi tanlashga, jamoada ishlaymanmi yo bir o'zimmi, men albatta jamoani tanlagan bo'lardim. Sizga jamoani kengaytirish bo'yicha taklif tushgan bo'lganda kimni qabul qilardingiz jamoaga? Qaysi mutaxassislarni? Endi mutaxassislar deganda, ya'ni qaysi sohadan yoki savolni biroz tushunmadim. Qaysi sohadan? Aynan. Misol uchun easy to read formatini aytdingiz, ya'ni oson matn formatida. Balki mana shu nima deydi, yo'nalishda ishlaydigan, ya'ni aqliy nogironligi bo'lgan shaxslarga mygov o'sha xizmatlarini yetkazib berish maqsadida balki mutaxassis kerak. Chunki bu hali rivojlanmagan-ku bizda ham O'zbekistonda hali. Easy to read O'zbekistonda rivojlanmagan va bu bo'yicha albatta mutaxassis, man o'zimni yetarlicha bu sohani tushunaman deb aytolmayman, o'zim qilishim uchun bu narsani. Masalanda Easy to read bu baribir bu ham bir texnologiya, bu ham bir o'ziga xos bilimlarni talab qiladigan bir soha hisoblanadi. Albatta har bir sohani o'zini mutaxassisi bo'lgani yaxshi. Chunki bir vaqtning o'zida har bir sohani mutaxassisi bo'lish qiyin. Tushunarli. Men yana bir savolim bor edi. Mana yaqinda mygov.uz yangi talqini ishga tushibdi-da, yana o'zim ham ko'zim tushdi. Xohlasangiz eski versiyasiga qayting deyapti, xohlasangiz yangisida qoling deyapti va menga to'g'risi desam har qanday yangi versiyani ishlatish sal o'rganishga qiyinroq bo'ladi. Menimcha ko'pgina foydalanuvchida ham xuddi shunday vaziyat. Bu versiya qanday ishlab chiqildi? Ya'ni bu, ya'ni aytyapsiz, mygov 2.0 versiyasida shu barcha sharoitlarni yaratgandik, audit qilgandik. Ya'ni bu yangi versiyasi audit qilinganmi? Ya'ni shu raqamli sharoitlar monitoringi qilinganmi? Mana shu versiya haqida gapirib bersangiz. MyGov'ni yangi hozirda amalda ishlayotgan versiyasi MyGov 3-versiyasi deymiz uni shartli ravishda. Bu versiya mutlaqo yangi talqin hisoblanadi. MyGov'ni asosan interfeysi, foydalanuvchi interfeysida o'zgarishlar bo'lgan. Ko'proq minimalizm, ko'proq web sayt ko'rinishidan web ilova ko'rinishiga keltirilgan foydalanuvchi interfeysi bo'lgan. Va bu yangi versiyasida maxsus raqamli sharoitlarni yaratish va ta'minlash ham nisbatan osonroq. Chunki yangi frameworklar, yangi texnologiyalar asosida yaratilgan interfeys hisoblanadi. Endi interfeysdan tashqari texnik, mantiqiy qanaqadir o'zgarishlari ham albatta yo'q emas, lekin bu haqida men to'g'ridan to'g'ri dasturlashda, bu narsani ishlab chiqarilishida ishtirok etmaganligim uchun bir nima deya olmayman. Raqamli sharoitlar auditi o'tkazilganligi haqiga keladigan bo'lsak, ha, audit o'tkazilgan va har qanday yangi texnologiyada, har qanday yangi mahsulotda yoki tizimda kamchiliklar, xatoliklar bo'ladi. Xohlaymizmi biz yo'qmi? Chunki bu baribir testdan o'tadi, foydalanuvchilar testidan o'tadi. Undan keyin sekin-sekin to'g'rilanib boradigan kamchiliklar va xatoliklar ham bo'lishi mumkin. MyGov'ni bu versiyasida ham qator raqamli sharoitlar bilan bog'liq bo'lgan kamchiliklar aniqlangan. Masalan, ba'zi elementlarni boshqaruv elementlari, masalan, tugmalar, checkboxlar kabi klaviatura orqali yetib borib bo'lmasligi, ba'zi tasviriy elementlarga muqobil matnlar qo'yilmaganligi va hokazo.
bu kamchiliklar to'g'risida kattagina ro'yxat tuzib, bizni dasturchilarimizga ham yuborilgan va ular yaqin vaqtlarda bu muammolar ham bartaraf qilinishi kutilyapti. Lekin umuman olganda MyGo'Uz'ni yangi versiyasida qilingan o'zgarishlar interfeys jihatidan, vizual jihatidan ham man o'zi ko'rish bo'yicha nogironlik bo'lsa ham baribir o'sha mavjud zreniya o'sha qoldiqlaridan ko'rish imkoniyati qoldiqlaridan foydalanaman va mana shu zreniyam bilan ham aytishim mumkinki, vizual jihatdan MyGo'Uz ancha tushunarli, ancha sodda eski versiyadan ko'ra bo'lgan. Tushunarli. Shu o'rinda yana bir savol paydo bo'lyapti. Bizga ham tinglovchilardan shu savol kelgandi. Izohlarda Komiljon Fayzullayev so'ragandilar, ya'ni dasturchilar haqida aynan. Menimcha ko'pgina dasturchilarimiz, shu IT soha vakillari O'zbekistonda raqamli sharoitlar haqida, ya'ni o'sha raqamli inklyuziya haqida unchalik nima deydi, tushunchaga ega emas. Ya'ni dasturchilar bu narsani yaratadi, keyin uni nima deydi, audit qilib ko'rib chiqib, yana muammolari bor ekan-ku deb aytamizda, ya'ni ko'pchilik. Mana shu narsani balki dasturchilar bilan boshida gaplashib, ya'ni ularga mana shunaqa standartlarimiz bor, 4 ta tamoyilimiz bor, mana shunday standartlar bor deb ularni bir o'qitish kerakmikin? Ya'ni umuman olganda inklyuziya bilan shug'ullanadigan qadar dasturchilar soni ko'pmi bizda, sizdan tashqari, misol uchun shu narsani tushunadigan? Bilasizmi, aynan inklyuziya bilan shug'ullanadigan dasturchilar man bir kimnidir aytolmayman, chunki man o'zim tanimayman unaqa jamoalarni. Lekin raqamli sharoitlar deganda o'zi ko'pchilik shu bir qanaqadir qiyin, ularni ta'minlanishi qiyin, uning uchun nimalarnidir bilish kerak, juda ko'p narsani o'rganish kerak, tushunish kerak deb hisoblashadi. Lekin raqamli sharoitlarni yo'qligi ham nimadan kelib chiqadi? Dasturlash tillari yoki masalan HTML, CSS va JavaScript tillarida veb-saytlar yaratiladi. Va bu tillarning o'zini standarti bor. Har qanday dasturchi biladigan standartlar borda. Masalan, tugma qo'ymoqchimisiz, button degan elementdan foydalaning. Sarlavha qo'ymoqchimisiz, aynan mantiqiy bir mavzuni o'z ichiga oladigan bir blokni tepasiga qo'ying sarlavhani degan juda bir mantiqan to'g'ri tuzilgan dasturlash tillari. Va agar mana shu dasturlash tillarida mavjud bo'lgan standart elementlardan, standart qoidalarga rioya qilib, web content accessibility emas, oddiy o'sha dasturlash tilining standartlariga rioya qilib, to'g'ri yozilsa, raqamli sharoitlar 60-70% ga hal qilingan bo'ladi o'zi aslida. Bizdagi muammo, men shunaqa dasturlarni bilaman, dasturlovchi o'sha ishlab chiqaruvchilar umuman inklyuziya haqida bosh qotirmagan. Faqat to'g'ri yozgan dasturni, to'g'ri deganda o'sha standartlarga asoslanib, o'sha dasturlash tilining standartlariga asoslanib, elementlarni o'z o'rniga, joy-joyiga qo'yib, to'g'ri ishlatib yozgan va nogironligi bo'lgan shaxslar ham bemalol o'sha tizimlardan foydalana oladi. Bu dasturchilardan so'rasangiz, haqiqatan ham mana shu odamlarni o'ylab shunaqa yozganmi deylar desa, yo'q, biz shunchaki mana shu standart elementlardan foydalanib yozganmiz deydi xolos. O'zbekistonda men aynan inklyuziya bilan ishlaydigan dasturchilar bormi, yo'qmi bilmayman. Turli sohalarda ish olib borayotganlar bor. Masalan, nutq sintezatorlar. Nutq sintezatori bo'yicha bir nechta jamoalar hozir ishlayapti. Neyron tarmoqlar bilan ishlaydigan sintezatorlarni yaratishyapti. Mana o'zimizda Muxlisa AI bor. Lekin bu dasturchilar inklyuziya yo'nalishi, inklyuziya sohasidan kelib chiqib bu narsani qilishyaptimi yoki yo'qmi, bu narsa haqida bir nima deyish qiyin. Bu nima bo'lganda ham inklyuziyaga foydasi tegyapti shu dasturchilarni ishlaridan. Lekin aynan inklyuzivlikni ta'minlash uchun qilinyaptimi, yo'qmi? Bu вопрос спорный. Tushunarli. Bizda bitta izoh kelib tushdi, ya'ni Murod Egamovdan. Dasturchilar nogironligi bo'lgan shaxslar bilan maslahat qilishi qiziq emas. Ular vaqt ketkazib o'tiramanmi deb deydi deyapti dasturchilar. Balki shunaqadir vaziyat, lekin bilmaymiz. Hamma uchun gapira olmaymiz. Umid qilamizki, shu dasturchilarimiz ham ko'proq, balki shu podkastda eshitayotgan bo'lsa ham, raqamli sharoitlar haqida ko'proq o'ylashadi endi kelajakda.
Man sekin-sekin mikrofonni tinglovchilarimizga bermoqchiman. Agar savolinglar bo'lsa, marhamat qo'linglarni ko'tarib, shu yerda mikrofon tugmasini bosishinglar kerak bo'ladi. Shahnoz opa, Dugonalar tashkilotidan. Marhamat, Shahnoz opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar, tozamisizlar? Tashkillashtirganinglar uchun kattakon rahmat. Yaxshi mavzuni ko'taribsizlar. Mani taklifim bor edi. Mana shu MyGo programmasini aksariyat holda to'g'ri, hozir texnika rivojlangan, hamma ham biladi buni deyishingiz mumkin, lekin men o'zim o'rganganim, ko'rib kuzatganlarimdan MyGo programmasini foydalanishi bilmaydigan, nogironligi bor bo'lgan shaxslarimiz juda ham ko'p. Bularni o'rgatish uchun qanaqadir yana ham ko'proq seminarlarmi qanaqadir o'tkazilishini, o'sha narsani yo'lga qo'yishini men taklifini bildirardim. Ko'proq MyGo'dan nimalardan foydalanish, ko'proq ma'lumotlarni ular bilan qanaqadir yo yig'ilishmi, или mana shu onlaynmi, onlaynda to'g'ri kamroq bo'ladi-yu, ma'lumot olish qiyin bo'ladi ko'pchilikda. Mana shunaqa seminarlarni ko'paytirishni taklifini bildirmoqchi edim. Chunki MyGo programmasini uyda o'tirib yoki qanaqadir joyda bo'lsa ham o'ziga kerakli ma'lumotni olib, kerakli nimalar qilmoqchi bo'lsa, ariza yubormoqchi bo'lsa qilish mumkinligini ko'pchilik bilmaydi. O'shani yo'lga qo'yishlarini taklifini bildiraman. Rahmat oldindan kattakon. Shahnoz opa, rahmat katta taklif uchun. Aynan biz bop taklif bo'ldi, chunki bu siz taklifingizni yechimini ham biz o'ylayotgandik anchadan beri. Abdulaziz, marhamat. Juda ham yaxshi masalani ko'tardingiz hozir. Bu taklifingiz amalga oshirilyapti hozirgi paytda. Bizda birinchi mana may oyini o'ylaymanki 3-10 kunligida birinchi dars bo'lib o'tishi kerak. Agar bizda guruhlar shakllanib bo'lsa, MyGo uzdan foydalanish bo'yicha amaliy treninglar kursini boshlaganmiz nogironligi bo'lgan shaxslar orasida va hozir guruhlarga yozilish jarayoni ketyapti. Bu jarayonda Dilmurod aka nechta zapros bo'ldi dedingiz boya? 150 dan ortiq ariza kelib tushdi. Mana shu kurs bo'yicha, ya'ni yagona davlat interaktiv davlat xizmatlari portali xizmatlaridan foydalanish bo'yicha kurs qilyapmiz va 150 tadan oshiq ariza kelib tushdi bizga. Mana shu 150 tadan oshiq ariza bizni kursimiz ham onlayn ham offlayn formatlarda bo'lyapti va bu kurslarda nogironligi bo'lgan shaxslar aynan nogironlik turi bo'yicha guruhlarga ajratiladi va har bir nogironlik turidagi foydalanuvchilarimizga alohida ularning ehtiyojlaridan kelib chiqib MyGo.uz portalidan foydalanish bo'yicha amaliy treninglar kursi boshlanadi. Bu kursda nogironligi bo'lgan shaxslar MyGo.uz portali haqidagi umumiy ma'lumotlardan boshlab to ro'yxatdan o'tib shaxsiy kabinetga barcha usullardan foydalanib kirishdan boshlab to ariza qoldirib o'sha arizani natijasini ko'rguncha bo'lgan jarayonni to'liq mustaqil bajarishni o'rganadilar. Shu narsa ko'zda tutilgan. Shuningdek, portalning web versiyasi hamda mobil ilovalari haqida ham batafsil kursda ma'lumot beriladi, ko'rsatiladi va amalda sinab ko'riladi. Bu kursimiz hozir birinchi o'tkazilayotgan holatiga ko'ra 5 ta darsdan iborat bo'ladi deb rejalashtirganmiz. Ehtimol darslar jarayonida agar bu darslar sonini kengaytirish kerak bo'lsa, kengaytirilishi, qisqartirilishi kerak bo'lsa, qisqartirilishi ham mumkin. Hozirgi holatiga ko'ra 5 ta darsdan iborat. Kursimizga hali ham yozilish mumkin. 16-mayning oxirigacha deb aytganmiz. Dilmurod aka, sizning kanalingizda ham ana o'sha kurs ssilkasini, kursga yozilish formasini jo'natib qo'ysak, menimcha juda yaxshi bo'lardi. Или menimcha bor edi ham. Shahnoz opa, men ularga ham yuborib qo'ydim hozir o'sha e'lonimizni va o'sha kursga ro'yxatdan o'tish uchun arizani ham to'ldirish formasini ham yuborib qo'ydim. Agar siz ham o'sha Dugonalar tashkilotidagi nogironligi bo'lgan ayollar, qiziquvchilar bo'lsa, albatta ularni yig'ib bizga yuborsangiz zo'r bo'lardi. Shahnoz opa, marhamat. Bitta savol, qarang, mana shu offlayn degan joyingiz qayerda? Men bir shahar ichidami yoki qanaqa joyga yaqin? Endi demoqchi bo'lganim, men o'zim viloyat bilan ishlaganligim uchun aksariyat viloyatlarda, qishloq chet joylarda
Maygo programmasiga kirishda misol uchun nimagadir ulanib qolsam, keyin mandan nimadir plastikdan nimadir bo'lib qoladi, qo'rquv borda. O'shaning uchun yaqinroq joyda bo'lsa, borib o'rganga yaxshimi deb joylar qayerda, ili necha kun bo'ladi, har kuni bo'ladimi, ili ketma-ket qirg'iri через deb bo'ladimi demoqchi bo'lganim yana bitta savolga anaqaki darsi imkon bo'lsa через deb qilinsa, endi nogironligi bor bo'lgan shaxslarda u hamma ham biladi. Ketma-ket har kuni birorta joyga qatnashda ko'pchilik qiynaladi. Mana shunaqa holatlarda qayerda bo'ladi, borishga imkoniyatlar bo'larmikan deb joyini bilmoqchi edim. Offlayn bo'lsa. Savolingiz uchun rahmat. Abdulaziz, tushuntirasizmi man gapirib beraymi? Albatta, qisqacha javob berib o'taman. Kursimiz Mirzo Ulug'bek tumanida International Inclusive Hub deb nomlangan tashkilot hududida bo'ladi. Va kursimiz har kuni bo'lmaydi albatta. 5 ta dars bir oyga, bir oy deb yozganmiz. Kurs davomiyligini ehtimol haftasiga 1 marta, ehtimol haftasiga 2 marta qo'yilar. Chunki bu avvalambor guruhlarning shakllanishi va nechta guruh bo'lishiga bog'liq. Biz imkon darajasida o'sha ro'yxatdan o'tgan barchaga o'tkazib berishimiz kerak bu kursni, barchaga bera olishimiz kerak va ularning imkoniyatidan kelib chiqib, biz o'zimizning imkoniyatdan kelib chiqib, albatta har kuni bo'lmaydi. Haftasiga yoki 1 marta yoki 2 marta bo'lishi mumkin darslar. Va aytib o'tganimdek, Mirzo Ulug'bek tumanida, shuningdek, Sharoit Plus Toshkent shahar nogironlar jamoat birlashmasining ofisida ham o'tkazib ko'rganmiz bu kursni. Agar shunday guruh yig'ilib, aynan o'sha yerda o'tish bizga qulayroq deyishadigan bo'lsa, biz u yerda ham o'tkazib berishimiz mumkin. Rahmat kattakon. Mana shuni o'ylab turgan edim. Agar bizani o'zimizni joyimizda mana shuni o'quvchilarimizni, shuni xohlovchilarimizni yig'ib bersak, kelib o'tish imkoniyati bormi deb so'ramoqchi edim. Savolga oldindan javob berdingiz. Men xudo xolisa harakat qilaman mana shu o'zida yig'ib, shu ma'lumotlarni o'tkazib berishinglarni so'rab murojaat qilaman xudo xolisa. Katta rahmat Shahnoza opa. Biz albatta aloqada bo'lamiz. Sizni aloqa ma'lumotlaringizni ham Abdulazizga yetkazib qo'yaman. Rahmat katta. Bizda yana ikkita tinglovchi bor. Nodira Tillayeva, Inklyuziv jamiyat tashkilotidan. Marhamat, Nodira opa. Assalomu alaykum, men Nodira, Inklyuziv jamiyat raisiman. O'zim tadbirkorman, Inklyuziv tashkilot rahbariman. Men Maygo.ga o'zim ko'p foydalanaman, chunki biz tadbirkor bo'lganimiz uchun hamma ma'lumotlarimiz o'sha aloqada saqlanadi. Ayrim yangi tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan nogiron bo'lgan shaxslar u Maygo.ga o'zim foydalanishni bilmaydi. Hozir haqimizda to'g'ri aytdilar. O'shaning uchun biz ham o'zimizni shaxsiy binoyimizni taklif qilmoqchi edik, mana bermoqchimiz. Agar imkoniyatlar bo'lsa, bizning tashkilotimizga kelib, shu nogiron bo'lgan shaxslar uchun treningni o'tkazib ketishlarni taklif qilmoqchi edik. Agar xohlasanglar, biz tashkillashtirib beramiz demoqchi edim. Rahmat katta Nodira opa. Bu inklyuziv jamiyat, Toshkent shahar inklyuziv jamiyat nogironlar jamoat birlashmasi. Men sizni kontaktlaringizni ham Abdulazizga beraman. Menimcha qancha ko'p mana fuqarolik jamiyati vakillari bilan hamkorlik qilsak, bu borada shuncha ko'p natijaga erishamiz birgalikda. Albatta, menimcha taklif nogironlik bo'lgan shaxslarga bu ma'lumot ko'proq, chunki birlashmasak bu ma'lumotni ko'pchilikka yetkazib berish juda ham qiyin. Rahmat katta Abdulaziz. Albatta, biz kontaktlar agar almashib olsak, menimcha bu masala bo'yicha ham bir suhbatlashamiz va hammaga qulay bir nimani topamiz yo'lini. Katta rahmat. Savollar bo'lsa, agar yana qo'linglarni ko'tarsanglar bo'ladi. Shahnoza opa yana qo'l ko'tardilar. Marhamat. Shahnoza opa, siz qo'l ko'tardingizmi? Boshqa savollarni ko'rmayapman. Bizda 1 daqiqa bo'libdi. Ya'ni Gulruh qo'l ko'targanlar va Bahodir aka Sarboyev ijtimoiy inspeksiyadan. Kim birinchi gapiradi, marhamat?
Gulruh. Dilmurod aka, насчет barchaga assalomu alaykum. Men ham shu MyGo.uz portalini rivojlantirish boshqarmasidan bo'laman. Abdulaziz bilan birgalikda ishlaymiz. Birinchi shu suhbatni bosh qismiga ko'ra можно на русском, насколько охват большой по инклюзивности на государственном уровне? Есть ли какие-либо поручения на законодательном уровне degan savollar berdingiz. Abdulaziz tomonidan davlat veb-saytlarini как бы ko'rib chiqilgan, inkluzivnostga moslashtirilganmi yo'qmi va ayrim davlat veb-saytlariga masalan takliflar va то есть takliflar yuborilgan. Lekin o'sha takliflar deylik qolib ketdi. E'tiborsiz. Chunki siz aytib o'tganingizdek, bu qonunchilik doirasida yoki qonunchilik bilan tenglashtirilmagan masalan. Chunki har bitta tashkilotda masalan veb-saytlarni monitoring qilish bo'limlari bor, bizda ham bor. Shuni ijtimoiy himoya agentligi bilan birgalikda ko'rib chiqsa, uni то есть можно ли закрепить на законодательном уровне уже совместно с нашим министерством? Вот есть ли какие-либо предложения или видения у вас, у агентства социальной защиты? Вот хотелось бы как, чтобы у нас был правильный технологичный подход по инклюзивности, не только касательно барьеров для людей с инвалидностью, но и по улучшению цифровой доступности. Вот я надеюсь, я могла объяснить. Rahmat katta Gulruh taklifingiz uchun. Menimcha juda ham dolzarb taklif bo'ldi, chunki Abdulaziz ham qo'shiladilar menimcha bu fikrga. Agar biz o'sha qonuniy bir standartlarni qabul qilmasak, bu borada raqamli sharoitlar menimcha 2013-yildan beri bir Vazirlar Mahkamasining qarori bo'lgan, lekin u yerda aynan Abdulaziz aytib o'tgan, ya'ni maxsus imkoniyatlar haqida gap ketgan, ya'ni kontrastni ko'paytirish, shriftni ko'paytirish, lekin raqamli sharoitlar, raqamli inklyuziya deganimizda faqat bu maxsus imkoniyatlar bir qismida, buni katta konsepsiyaning bir qismi. O'shaning uchun bizda ham bir taklif bor edi Abdulaziz bilan o'sha yaqinda yozgan maqolamizda ham. Ya'ni bu xalqaro standartlar, ya'ni WCAG, ya'ni Web Content Accessibility Guidelines, o'sha xalqaro tavsiyalarni milliy qonunchiligimizga kiritish va uni nazorat qilish mexanizmlarini ishlab chiqish. Misol uchun raqamli audit qilish yoki bu yerda biz bilan Bahodir aka Sarboyev ham borlar, balki ular ham qo'shimchalar qiladilar. Men Abdulazizga bermoqchi edim. Abdulaziz, men o'zi oxirgi savolim ham shundan iborat edi. Ya'ni nima yechim taklif qilishimiz mumkin? Faqat MyGov.uz haqida gap ketmayapti. Butun O'zbekiston miqyosida, ya'ni shu raqamli sharoitlarni yaratish uchun o'zi nimalarni qilishimiz kerak? Mana shu borada, qonunchilik borasida. Dilmurod aka, можно сказать то, что aynan Abdulazizni ishga taklif qilib, inkluzivность bo'yicha raqamli shu dostupность, цифровая доступность bo'yicha loyihalarni olib borish, shu portalimizni tekshirish, unga uni o'zgartirish, moslashtirish inkluzivность bo'yicha bu bizni o'zimizni shaxsiy tashabbusimiz edi desa bo'ladi. Va bu nogironlar jamiyati bilan memorandum tuzilgandan so'ng bu kelib chiqqan tashabbus. Shuning uchun Abdulazizni faqatgina hozir birgina nogironligi bo'lgan xodimni shu ishga olib, Abdulaziz bilan shu loyihani olib bormoqdamiz. Kelajakda albatta nogironligi bo'lgan va Abdulazizga o'xshagan qobiliyati, aynan IT sohasida qobiliyati bo'lgan mutaxassislarni bilan ishlashni ham xohlaymiz, kutib qolamiz ham. Bu degani, просто bizda testoviy rejim, shu qonunchilik doirasida massiv bo'lmagani uchun bu o'zimiz shaxsiy tashabbusimiz orqali bo'lgan bu proyekt desa ham, loyiha desa ham bo'ladi. Va shundan kelib chiqib turli xil so'rovnomalar o'tkazganmiz, Abdulaziz aytib o'tgandek, va o'shanda ushbu MyGov.uz portalidan onlayn foydalanishda qiyinchiliklar tug'dirilgan ko'p nogironlik bo'lgan shaxslar. Shu sababli biz shu IT park binosida, Mirzo Ulug'bek tumani IT park binosida
ushbu treninglarni o'tkazishni rejalashtirganmiz. Shu MyGo.uz portalimizga, Ego.uz va Dilmurod akani Telegram kanallarini kuzatib borsanglar, o'sha yerda e'lonlar joylashtiriladi. Rahmat. Katta rahmat Gulruh. Assalomu alaykum Dilmurod aka, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzu uchun juda chiroyli mavzu, rahmat, yaxshi mavzu tanlangan. Bu bo'yicha Ijtimoiy himoya milliy agentligining ijtimoiy inspeksiyani ham o'z rejasida bo'lgan edi. Shuning uchun boya o'z aytib o'tgan yuqoridagi maqolani ko'rganimizdan keyin men sizga bog'landim va Abdulaziz aka bilan gaplashib oldik, kelishib oldik. Bu bo'yicha nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyada ham topshiriq ketgan, ya'ni o'sha davlat organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining veb-saytlarida bu o'z aytib o'tganingizdek nogironlik bo'lgan shaxslarga ham sharoitlar yaratilishi kerakligi, buni o'rganib chiqqanmiz, joriy yilda o'rganib chiqdik. Haqiqatda kamchiliklar ko'p. Bu to'g'ri yechim deb o'ylayman. Bitta standartlarni qabul qilish, standartlarni keltirish. Rahmat, bu bo'yicha xudo xolisa ijtimoiy inspeksiya ham ishni boshlagan. Bu bo'yicha shu sizlar bilan Abdulaziz aka bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Rahmat. Katta rahmat Bahodir aka, bugun vaqtingizni ayamasdan ishtirok etayotganingiz uchun. Bizni ham Abdulaziz, sizning gaplaringiz bormi bu borada? Uzr, sizni aniq qilib qo'ydik, asosiy mehmonimizni. Qanday yechim bor degan savolingizga aytishim mumkinki, bizga ikkita narsa kerak bo'ladi-da. Buni yechimi davlat miqyosida bo'lishi uchun. Bu birinchisi, hozir aytib o'tilganidek, qonunchiligimizga kiritish bu standartlarni. Standartlarni faqat kiritishni o'zi yetmaydi, balki o'sha standartlarni amalga oshirilayotganligini regulyatsiya qilish, regulyator kerak. O'sha amalga oshirilayotganligi mexanizmi bo'lishi kerak va doimiy tekshiruv bo'lishi kerak. Shundagina biz dasturchilar endi mana treninglar turli o'tkazish mumkin. Boshqa mana ko'ramiz, periodichески men ko'raman ba'zi davlatlarda raqamli sharoitlarni ta'minlash bo'yicha aynan texnik treninglar o'tkazishadi dasturchilar uchun, shu web dizaynerlar uchun. Bu narsalarni ham yo'lga qo'yishimiz kerak albatta. Chunki misol qilish kerak deb aytsak-ku, qanday qilish kerakligini ko'rsatmasak, bu ham qiyin bo'ladi dasturchilarga. Lekin eng asosiysi mana shu standartlar bo'lsa va ularni amalga oshirilayotganligi nazorat qilinsa, biz qandaydir natijalarga erishishimiz mumkin. Hozir из-за того, что это как бы добровольно, kim qilmasligi hech qanaqa bir tekshirilayotgani yo'q ko'p joyda. Mayli, davlat saytlarida hech bo'lmasa o'sha maxsus imkoniyatlar degan bo'lim bor, lekin boshqa web resurslarda umuman bu narsa yo'q. Mana shu narsani kiritsak, faqat biz qanaqadir natijaga erishishimiz mumkin deb o'ylayman. Katta rahmat Abdulaziz. Gulruh, sizga ham katta rahmat, chunki raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazida mygov.uzda bu ilk tajriba bo'lyapti menimcha. Va shaxsiy tashabbuslar uchun albatta shu raqamli hukumat loyihalari markazi boshqarish markaziga ham rahbariyatiga katta minnatdorchilik bildiramiz, chunki bunday tashabbus ham ko'p chiqavermaydi va bu tashabbusni biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak va menimcha bu tashabbusni boshqa davlat idoralariga ham yoyishimiz kerak bo'ladi. Abdulaziz, mana siz tajribangizga asoslanib va menimcha turli xil nogironligi bo'lgan shaxslarga sharoitlar yaratish uchun ularni vakillari, ya'ni ularni mana hozir nodavlat noshir tashkilotlar vakillari bilan ham gaplashdik. O'sha dugonalar, inklyuziv jamiyat tashkilotlari, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi, menimcha hamma bilan birgalikda o'sha bir stolga o'tirib bu standartlarni ishlab chiqish, ularni amalga oshirish, mana ijtimoiy himoya milliy agentligi ijtimoiy inspeksiyasi vakili Bahodir aka bilan birgalikda va balki meni hayolimga kelgan narsa bu raqamli reyd o'tkazish, ya'ni hozir reydlarning ko'pincha jamoat transportida o'tkazyapmiz, ya'ni o'sha panduslar yoki boshqa jismoniy atrof muhit juda ham muhim albatta, lekin hozirgi mana O'zbekiston 2030-yilgacha raqamli davlat strategiyasini qabul qilgan. Agar bu strategiyada shu raqamli sharoitlarni yaratish borasida ishlar qilinmasa, menimcha raqamli hukumat, raqamli davlat shu missiyasini to'liq bajara olmaymiz deb o'ylayman va albatta birgalikda harakat qilamiz. Yana bir bor barchaga rahmat katta. Abdulaziz, sizga rahmat. Gulruh,
va barcha bugungi tinglovchilarimiz va ishtirokchilarimiz sizga Abdulaziz ishlaringizda yana muvaffaqiyatlar tilab qolamiz va bunday tashabbuslarni yana ko'p boshqa idoralarda ko'rishni umid qilamiz. Rahmat katta. Katta rahmat taklif uchun Dilmurod aka.